Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz, ona gina iymon keltiramiz, ondan gina gunohlarni yorliqovini yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Onun ahli bayt yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge hem onlarning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Bugun so'zimiz ekstremizm, terrorizm turida bo'lacak. İslam dininde o tushunchalar bormi, yo'qmi ekanini qarayacakmiz. Ekstremizm degan so'z latin tilinden Şamadan ortiq nindidir qarashlar yoqlilari deb tarjima etiladi. Terrorizm, terror degan so'z ul qo'rquv, qo'rqinish, ya'ni qo'rqituv, qo'rqinish, dahshat degan ma'noda keladi. Bugungi kunda biz turli ma'lumot choralaridan, televizordan, internetdan, gazetlardan, jurnallardan eshitamiz, o'qiymiz. Shunday hallarni o'zin musulmon deb sanagan kishilar bir nindida g'ayibsiz kishilarni ham ular bilan bir nindida bir narsa bilan da bayli bo'lmagan kishilarni o'tiralar, shortlatalar, ularni jabrlilar, ham endi kishilikka qarata bek ko'p turli jinoyatlar ishlaylar. Ham shu ishlarin ishlagandan so'ng ular islom bilan oqlanalar. İslam dininde bunday narsa bormi? Albatta yo'q. Kishi o'tiruv dinimizda zo'r gunoh. Bir kishini o'tiruv butun dunyodagi kishilarni o'tiruvga teng. Dunyoda necha milliard kishi bo'lsa, agar kishi bir kishini o'tirsa, haqsiz, u endi butun kishilarni o'tirgan kabi bo'lacak. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا." Agar da bir kishi birovni o'tirsa, haqsizga yoki yerda buzuqlik qiluvdan boshqa kishini o'tirsa, butun kishilarni o'tirgan kabi bo'lar. Agar biror kishi kimnida bo'lsa o'limdan qutqarsa, butun kishilarni o'limdan qutqargan kabi bo'lardi. Ya'ni kishi o'tiruv u kishini fizik yoqdan da, ruhiy yoqdan da bitira, uni sindira. Alloh taolaning rahmatidan yiroqayta. Ham endi Alloh taolaning g'azabına, oshuvuna dushar etadi. Islom dinining ekstremizm ham terrorizm bilan bir nindida baylanishi yo'q. Alloh taolo buzuqlik, zulm ishlarga qo'shmay, akirisincha g'adillik o'rnashtirishga, yaxshilik qilishga qo'sha. Alloh taolo Qur'onda bulay deb aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innalloha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون." Tahqiq Alloh taolo har ishda g'adil bo'lirga, ham din, ham musulmonlar foydasına yaxshi ishlar qilirga, ham yaqin qardoshlarning haqini o'targa buyuradir. Ham Alloh taolo sizni tiyadir, fahish, haram, hem şeriatte bulmagan bid'at amellerden, hem zo'rayib haqdan qochuvdan, haqsiz zulm etuvdan. Allah sizni va'zli, şayet siz va'zlanirsiz de. İslam degan so'z o'zi de ekstremizm, terrorizmga qarshi dalil bo'lib turadi. Chunki islom degan so'z ol endi bo'ysunu, tinchlik,
iminlik degan ma'nolarni beradi. Şulay uq Alloh taolo bizning ummatni, musulmonlar ummatin yaxshi kishilar, ya'ni yaxshi ummatlar, eng yaxshi ummat deb bizni aytdi Qur'onda. Ham onda sifatlab ayta, siz de shunday yaxshi ummat bo'ldingiz, siz nosharlikdan tiyasiz, ham endi yaxshilikqa chaqirasiz de. Ham Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Siz yaxshilikqa undovchi, ham nosharlikdan tiyuvchi, ham Allohga ishonuvchi eng yaxshi ummat bo'ldingiz de. Ya'ni Alloh taolo bizning ummatni, musulmonlar ummatin eng yaxshi ummatlar deb atadi. Ya'ni ular shusha buzuqliklar ishlamaylar, akirisincha buzuqlikdan tiyalar, ham yaxshilikka gina chaqiralar. Bu oyatlardan anglashilgancha islom dinida ekstremizm, terrorizm degan tushunchalar yo'q. Ya'ni narsanidir shomadan orttirib ishlav yo'q, ham endi kishilarni qo'rqituv, ularga zulm qiluv degan narsa yo'q. Islom dini bari tek yaxshilikka, adillikka, tinchlikka ham kishilar orasida marhamatli bo'lirga undi. Noshar, buzuq, fahish ishlardan tiya. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning jibarilinining tub maqsadi da dunyoga marhamat, rahmat bo'ldi. Alloh taolo aytgan: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad alayhissalom, biz seni g'alamlarga rahmat uchungina jibardik de. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar etib jibariluvining maqsadi Alloh taolaning rahmatidir. Ul Alloh taolaning rahmatini yetkirishga tegishdir. Ul marhamatli ham shafqatli bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ham endi o'zi to'g'rida aytgan, ham endi bek ko'rkam xuluqli bo'lgan bit endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ham endi o'zining mana shu jibariluvining maqsadi to'g'rida aytgan: "Innama bu'ithtu li utimmama solihil axloq" degan. Durustlikda men yaxshi axloqlarni tamom qilir uchun jibarildim de. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi ko'rkam axloqli bo'lgan, ham endi kishilarni de o'zlarida shunday ko'rkam axloq sifatlarini bo'ldirishga qo'shgan. Ham endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yeshqina endi Alloh taolaga itoat etib duo qilatirgan bo'lgan. Ham endi shu duolarida o'zin ko'rkam axloq sifatlari bilan bezavini Alloh taoladan so'ray turgan bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday duo qilatirgan bo'lgan: "Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi." Ya Alloh, sen mening qiyofatimni ko'rkam etding, xulqimni da ko'rkam et deb duo qilatirgan bo'lgan. Shulay yo'q duo qilatirgan bo'lgan: "Allohumma inni a'udhu bika min munkaratil axloq." Ya Alloh, noshar axloq sifatlaridan senga sığınam deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaga duo qilatirgan bo'lgan. Ham endi shu ko'rkam axloq sifatlarini kirayinde kishilar bilan yaxshi munosabatda bo'lu, ularga yaxshilik qilu, yumshoqlik ko'rsatu, komillikka umtilu, kishilarni qo'noq etu. Agar kishilar chaqirsa qo'noqqa, chaqiruvini qabul etib, ona qo'noqqa boru. Qo'noqqa boruvchiga, shu chaqiruvchiga duo qilu, salam taratu, avrularni halin bilu. Ham endi mayitlarni, ya'ni janozalarda qatnashu. Ham endi kishining musulmon bo'lmavuna qaramasdan butun kishilarga da yaxshi munosabatda bo'lu. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmon bo'lmagan kishilar bilan da yaxshi munosabatda bo'lgan. Ham endi ulug'larni hurmat etuvchilar yo'q, kishilarni g'afu etu, o'zaro do'stlashtiruv, oshini tiyu, butunisi yaxshi axloq sifatlaridan bo'lib turadi.
Hem şula yok haram nerselerden, gaybet, yolgan, soranlıktan, katı köngüllükten, tekebbürlükten, maqtançılıktan, hem inde nefret, hüsütlük, buzukluk, düşman, hem zulüm kululardan saklanu, yaxşı ahlak sıfatlarından bulup dura. Şula itib inde İslam dininde terrorizm, ekstremizm degan narsa yok. İslam dini o'zaro merhametga, do'stlikka, adillikka chaqira. Hem inde Allah Teala'da Kur'an'da bunday aybirlarni buyurmagan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olay işlemegen, hem inde onun sahabeleri de onday işler işlemegen, hem onlarning yolun devam etuvchi alimlerimiz inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hem onun sahabelerinin yolundan borganlar. Hem inde bizge de şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolundan borga tirishirga kerak. Hem inde dinde bulmagan türlü türkümlerge yermişe kerakli faydalı ilimler alıp, hem şuşu ilimlerini tüplü medreselerden alıp, Allah Teala'nın kuşkanlarını ötep, tıyganlarından tıyılıp, şin mümin Müslüman bulup yaşarga tirishirga kerak. Allah Teala barchalarımızga da kerakli faydalı ilim alırga nasip etseydi, türlü belafetlerden saklasaydı, kuşkanlarını ötep, tıyganlarından tıyılıp, şin mümin Müslüman bulup yaşarga nasip etseydi. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huves semi'ud dua.